Assalomu alaykum. Rashidlar to'prak az qarindoshlar, mana shu xayrli bo'lsin. Men bir ajrashib qolgandim. İştiklamga qilay. Mavor shu Umar Qanatlarninki Amerikadagi kishilik huquq projektininki torbitiga 2010-yilga o'xshaydi. Buningda debdi shu 12% 12% 3 12% 3% odam 12'de 3% odam mustaqillik xohlaydi, qolgan 81 odam yuksak avtonomiya xohlaydi debdi. Ikkinchisida Uyg'urlarning nüfusi 21 millionga yaqin boradi debdi. Yo'q, atalmış avtonom rayondagi bütün odamlarning bütün nüfus Şinjanning nüfusi 21 milyon debdi, Uyg'urlarniki 10 milyon debdi, Xitoylarniki 8 milyon debdi, qolgan Turkiya qarindoshlarniki 2 milyon debdi. Endi men shu Umar Qanat adamga savol qo'yma. Bu adam birinchi savolim Facebook'dan chiqarib yozdim. Shu Uyg'urlarning 12'de 3% Uyg'urlarning mustaqillik xohlaydigan bu raysinash nereden keldi? Xitoy vatanning ichidan chiqarib berdimi buni yoki chet elning sirtidagilar 12%ni 3 bo'lib, qolgan 81.5%ni Xitoy hukumati avtonom rayondan atalmış avtonom rayondan chiqarib berdimi yoki chet eldikimi? Yoki chet eldagilar bo'lgansa, bilet tashlagansa shu avtonom rayonni xohlaydiganlar kimlar? Chunki hozir biz shuni bilishadigan cho'qim bir bilishga tegishli nuqtalar olib qoldi. Bularninki burundan tatib biz avtonom da'vosi qilmadik degandan keyin mana meshada chiqyapti. Ikkinchi savolim Umar Qanat afandimga mush gapimni yetkazib qo'yinglar. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, o'tgankidek chiqib solmay xotinining bir narsalar bor, uninkidan qo'yib etmay o'shannikini qo'ygandek. Men gapimni ashunga yetkazib qo'yinglar bo'lsini, qilmaydigan bo'lsam, shunga javob bermaydigan bo'lsam, men rasmiy vaqt tashlayman oilani. Ikkinchisi Uyg'urlarninki nüfusini 10 milyondan ortiq debdi. Xitoymi 10 milyon deydi. Unda olsa Xitoy 10 milyon desa, sen 10 milyon desang, Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilmagan bo'ladi. Chunki chet eldagi Uyg'urlar Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, O'zbekistondagi, Yevropa, Turkiyadagi hammaga qo'shilgan bo'lsa 3 milyon bo'ladi. Uyg'urlarning umumiy nüfusi 30 milyonga boradi. Bu 70-yillardagi Xo'yanbang chiqqandagi Medyat inqilobidan keyingi Mavzudan o'lib qolgan keyingi nüfusning o'zini Xitoylar 15 milyon degan. Biz coğrafya darsida o'qigan. Shu 2000-yillari. Bu 10 milyon degan nüfus nereden kelib qoldi bu Umar Qanatga? Kim berdi buning nüfusini? Mushunda deyish orqali Xitoylarga Uyg'urlarni o'ltirsa yo'l ochib berish bilan maqsad qarindoshlar, men obdan bilinglar, men sezgur nuqtalarga diqqat qilinglar. Diqqat qilmasanglar biz ziyon tortamiz, xalqimiz ziyon tortib kelyapti. Vatanning ichidagilar o'lyapti, teshirgan ham bo'lmaydi, so'rilib tugisinmayli bu go'ylar. Vatanning ichidagilar o'lib tugayapti. Xo'sh, Xitoy irqiy qirg'inchilik qildi. 3 millionga yaqin Uyg'urlarni o'ltirdi, tug'mas qilyapti deb Amerika irqiy qirg'inchilik deb qaror chiqardi. 2010-yili 10 milyon degan bo'lsa, yaqin qil Xitoyning aqtashlik kitobidimi, yana shu 10 milyonga yaqin sanni dedi. Demak, Xitoy bu yerda o'zini izchil oqlayotdi. Bular g'albilik oldi bizni indigenaslarga akirib, Xitoylarga yeshil chiroqni yiqib qo'ygandan keyin 10 millionmi deb mana o'zlarining torbatlarida rapor yo'llayotdi. Buni aytgan xalqaroliq narsalarga nima qildi desanglar, bizmi 10 million dedi. Malani tashkilotimi 10 million. Biz adam o'ltamidik, biz tarbiyalab edik. Beshidan oxiri zich bog'lanib ketgan ishlar. Umar Qanat ishtonga cho'qim javob berish kerak. Javob bermasa bo'lmaydi.